Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңlar Шинжаң Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Bayavandagi Gulxan. Avtori G'ulam Umar. Birinchi qism. 10 bob. Davomi. 3. Әтсі Тәвпіқ сәһәрдә орындан тұрып, gimnastika o'ynab, yuz yuvib bo'lgandan keyin bir burda non shukum qilg'ach, tunigun kech yozolmay qolgan kundalik xotirasini yezib to'liqlavatdi. Bu ishlarni u Мәҗиддин әпәнди o'rnidan turib, yuyinib bo'lg'ichla tugatdi. Ondan tayyor bo'lgan Мәҗиддин bilan billa namoz o'qib bo'lib, choy vaqtigacha o'yilda aylanib paranglashdi. Choydan keyin ikkisi yumloq shaga berish uchun turishdi. Sijoning saharda sepili ustida aylanib yuradigan odati bor. Balkim bu chaqcha ishxonasiga qaytgandir, dedi Мәҗиддин әпәнди. Uning yo'l boshlashi bilan ular avval muhofazachilar boshlig'i İlyasga yo'liqishdi. İlyas ularni ishxonaga boshlab bordi. Sijoning kutish bo'limida shtab boshlig'i Idris ularni kutib oldi. Sijong saldan keyin hozir bo'ladi. Kutib turinglar, dedi Idris diplomatlarcha muloyimlik bilan. Uning muomalasidan tarbiya ko'rgan odamligi bilinib turadi. Saldan keyin ishxonaga to'liq harbiy forma kiygan, o'rta bo'yliq, gavra kelgan, bug'doy o'nglik 45 yoshlar chamisidagi bir kishi kirib keldi. Uning mazmut qadam ilishlarida pishqan harbiyning bardamligi, jasurligi bilinib, o'ziga xos surib beg'ishlab turadi. Tavfiq rasmiy harbiy kiyimidagi bu kishining Sijang ekanligini ruhiy sizimlari va Мәҗиддинning salimi orqali tonidi deyishga bo'ladi. Chunki u Sijangni Yangsarda ko'rganda bundaq harbiycha formasi yo'q edi. Yaxshimisiz Sijang, men sizga koni tonishingizni boshlab keldim. Shuncha qisqa vaqtda bo'lgan o'zgarishlarga qiziqib turib qolgan Tavfiq ig'iz ochquchilar Sijang uningga bir qadam yaqinlab keldi. "Voy, Tavfiq o'zlami?" dedi Sijang qo'l uzatib, ham harbiylarga xos tez va chust harakatlar bilan ularni o'ltirishga taklif qilgach, chapinini yechib etib, "Siz tozmi tutuq bermas odamsiz-ku, nalarda yurdingiz?" dedi u Mamtili әпәндиге. "Atishda yurdim. Men mutaxi yengiliqlarni hojimning rais bo'lib Urumchiga manganligini, sizning bu yoqqa kelib qara topqaningizni yaqindala uqdim. Siz bilan ko'rishishga nima uchun oldirmay, biroq mana amdi nisib bo'pti." Mahmud Mo'yti samimiylik bilan bosh eg'itib qo'ydi. Andin uningdan tafsiliy ahvol so'rab ketdi. Uning salmoq, ig'ir ovozda ajoyib mehribonlik jalb qilg'uch kuch yo'shiringan edi. Mamtili әпәнди goh Sijoning yo'g'on, jiddiy ko'zlariga tikilib javob bersa, goh oddiy saranjalashgan ishxonaga ko'z yugurtgach javob beradi. "Kona do'stligimizning yuz xotirasi uchun bo'lsa-mu, hamkorlashib ishlashga ma'qul darslar?" deb so'radi Sijong yiqimliq bilan. "Mundaq deganim, sizlarni ketmoqchi bo'lyotidi deb anglaгаnim, rost emas-ku? Undaq xiyollarmi bo'lmadi emas?" dedi Tavfiq samimiylik bilan. "Biroq oxiri yana ketmas bo'ldik. Baribir men ruxsat qilmaydim. Endi obdan bo'pti. Ishlanglar. Zibildab yurganning foydasi yo'q." Zibildimoq bir joyda turolmaslik, turpan shevisi. "Zibildab yurganning foydasi yo'q", dedi. "Shundoq, nimali bo'lmasin, oxiri shu qarorga keldik. Endi sizning peshingizga esilib, bir nimlar qilarmiz, bilginimizni chillarmiz", dedi Mamtili әпәнди ochiq yo'riqlik bilan kulimsirab. Uning bundaq yerim chaqchaq, yerim jiddiy so'zlari ko'p chaqlarda yangi tonishlari bilan bo'lgan orliqini yaqinlashtirish rolini o'ynaydi. Uning muddalarini ochiqroq uqib beqishga oldirgan Sijang ittik uningga burilib so'radi. "Nima uchun qoldingiz? Akangizning qalamiga varis bo'lish uchun, ya'ni biz millatimizning qaloq qiyofatini o'zgartirishdan iborat buyuk maqsadni deb qoldik." "Mening akam", Sijang marhum aksi tilga ilinishi bilanla g'azab ham qayg'u aralashgan ruhiy holat bilan Tavfiqqa tikilib qoldi. "Maqsud Mo'ytining qini bekorga oqdi demsiz? U qon bizning ko'zimizning ochilishi uchun oqmadimi?" Mahmud Mo'yti Tavfiqning do'stonaligi oldida eribla ketdi. Uning texmi mehri eshib, "Xo'sh, planlaringiz qandoq?" deb so'radi u. "Men otishga qarorlashib, maktab ichish ishiga kirishmoqchiman." "Yolg'izmi?" "Shundoq, Sijang. Biroq ishga kirishgan aman bir muncha do'st tepib ola oladiganligimga ishonaman.
Yaxshi, shundoq qilinglar. Marhum akammo xalqni oqartishning intayin zarurligini og'izdan tushirmaydi, dedi Sijan qo'shimizni turib. Biz inqilob qilish davomida nodon odamlar bilan hech narsa qilib bo'lmaydiganligini obdonla tunib yetdik. Shu chog'da bo'limga seriq choch, ko'k ko'z, egiz bo'y, siriq soqol bir chet ellik kirib keldi. Uni yinida heliqi tashqari bo'limda uchrashgan shtab boshlig'i Idrismi bor edi. Ularning billa kirishidan Idrisning tarjimonlik vazifasini qo'shimcha o'taydiganligini faraz qilg'ili bo'ladi. Ularni ko'ribla Mahmud Mo'yitining chiroyida kayfi uchqandek alomat paydo bo'ldi. Uni mehmonlardan Tavfiq bayqab qoldi. Доброе утро. Здравствуйте, dedi chet ellik ochiq kulimsirab. Men sizlarni tanishtirib qo'yay, dedi Mahmud Mo'yti. Heliqi ikkalanni Tavfiqqa ko'rsatib, bu yoq mening harbiy mushavirim Ribalkin bo'ladi. Ondan Tavfiqni qarshi tarafga muallim deb oddiyla tunishtirdi. Idris bir mu gapni qo'ymasdan tarjima qilib turdi. Доброе утро, ruscha xayrlik sahar. Здравствуйте, ruscha yaxshimisizlar? Хорошо, хорошо. Я очень рад с вами познакомиться. Ruscha yaxshi, yaxshi. Siz bilan tanishganligim uchun intayin xushalman. Deb kulib turib bosh langishdi Ribalkin. Mahmud Mo'yti tartib kreslodan turdi. Hozircha sizlarga uzoq ulpat bo'lolmayman. Vaqtingizlar yor bersla meni yod etib yo'qlab kelishni unutib qolmaysizlar. Xayr, dedi xo'shlashib. Aldırmasanlar, başqalar sizlarga amra bo'ladi. Birdam o'ltirib ketinglar. Rahmat, yana bir qitim ko'proq o'ltirarmiz. Hozir bizmo oldiramiz, dedi Tavfiqmo o'rnidan turib. Ribalkin ularni mehmondo'stlik bilan ching tutgan edi. Tavfiq samimiylik bilan rad qilib, bir do'stimizning uyida o'ltirishga kelishib qo'ygan edik. Ularni saqiltib qo'ymayli deb sabab ko'rsatdi. Shundala mushavir ularni ortiq zo'rlamadi. Hem memnuniyet bilen külümsirep, ştab başlıqıga qarab mörsini qısdi. İlyas ularni darvazagacha uztup qo'ydi. Yo'lda ketib etib, Мәҗиттин әпәнди, qaraganda Sijan bilan uning o'rs mushaviri bir-biriga ishonmaydi ekan. Xilidan beri buni bayqab kelyapman. O'ros har qachon paydo bo'lib suhbatga daxil bo'ladi. Bugun mo shundoq bo'ldi. Sijaning biz bilan ko'proq paranglashqisi bardek qilib turadi. Keyin birdilla kayfsizlanib ketdi. Shundaqmi? Dedi Tavfiq xiyolchanlik bilan hamda o'zining soddiylik bilan u yerda do'stlarinikidek o'ltirmoqchi ekanligini deb yurganiga o'kinib qoldi. Ziyoninkiga ketamizmi? So'radi doktor. Voy, texi atigan, u balki maktabdadir. Biz Shavqinimo Novishiga kelishga taklif qilib qo'ymabmidik. Yana texi mening hiliqi inimmo shu yerga bormoqchidi. Avval maktabga borayli. Ondan hammamiz birga ketamiz. Ziyoning darsi tugusin, kutayli. Ular Novishi maktabga qaytib kelganda Sayfiddin ishxonada bir navra aksini kutib o'ltirgan edi. Savut apandi, Turg'un apandilar uningga hamroh bo'lib paranglashib o'ltiradi. Yusuf apandi darsga kirib ketgan. Shavqi texi kelmagan edi. Hozir Yusuf Ziyoninkiga berib bezma qilamiz. Ondan ochiqqa ketamiz. Senmo vali mahkamasiga ishini tashla, ketib maktab ochamiz, dedi Sayfiddinga. Yusuf Ziyo darsdan chiqib sazandalarni o'qishib, tayyorligini taq qilib qo'yganligini aytib, Tavfiqni xushal qildi. Ular birdam xushal xuram paranglashib o'ltirganning ustiga Shavqi salom berib kirib keldi. Shoir hamishamkidek uzun to'n, maysa kalash kiyib olgan, soqolini chiroyli tarab, kiyimlarga xushbo'y atir chechib olgan edi. Tavfiq uning yashanganlarga xos yumshoq va qo'riq tushgan qo'llarini qo'sh qo'llab siqib qo'yvatmay turib, "Xijilman ustoz, didoringizni ko'rib, suhbatingizda bo'lishni demisam, ostonangizga bola avatib, kitobni akeldirsammi bo'ladi. Sizni atigandila bu yerga kelishga oldirtib qo'yganim sal qamlashmagan ish bo'ldimi nima?" dedi hurmat bilan. "Bu nima deganlari inim?" dedi Shavqimo bir xil cho'nglarning kichiklarga qaratadigan mehribonligi bilan. "Men sizlarga hojatmand bo'lsam-yu, yana sizlar xijil bo'ldigan nimasi bor? Lekin ustoz, sizning menga hojatmand bo'lganingiz qandoq? Bu ya mening, ya sizning shaxsiy ishimiz emas, millatning ishi bu. Buningga sizning, mening ketamdi. Bu qandoq o'rlashtirishingiz bo'lsa,
bemalol aytavering. Meni sadoqatman shogirdim deb bilsangiz bo'ladi. Tavfiq rostaydi. Bu kishining oldida hargiz tuzut ketmaydi, dedi Yusuf apandi gap qistirib. Bu apandini tushungan siri uning milliy manfaatga munosabatli ishlardagi maydonini ko'rib yetila. Bu kishi tortinib o'ltirdiganlardan emas. Majiddinmi o'z navbatida Tavfiqni chiqishib turib maqtadi. Shavqi bu ta'riflarni anglab o'ltirib, Mamtili apandiga zo'qlanib baqatdi. Uning kichik burti yarashgan, qizilliq tepgan oq yuzini, bo'libmi aql farosatning chirg'ida yenib turgan ko'zlarini suratga ilib olmoqchi bo'lgandek uningga qaraydi. Ko'ngilda texmu isyonkor, texmu qizg'in ikkinchi avloddan so'yinmoqda. Xotirjam bo'lmoq dedi. Do'stim, dedi Mamtili apandi Yusuf Ziyoga qarab, o'zi haqidagi gaplarga xotima berish uchun. Hojimkamning shuncha saharda kelishiga qarab aytib beqing, u toza qizg'in, o't yurak kishi emasmikan? Albatta, u bir parcha cho'g', yenib bo'lg'ili turgan cho'g', sili toza yeniyotgan cho'g', amdi ikki cho'g' bir bo'ldinglar. Bu kishi nim deydi, apandi? Dedi Shavqi Tavfiqni hujumga atlantirish uchun daydayga silish ahangida kulib turib. Nima deydi? Intayin to'g'ri gap qildi. Bizda yolg'iz o'tin yolvursa ko'ymas degan gap bor-ku. Demak, amdi ko'ygichi ikki bo'lsa o't ulg'oydi shu, dedi Tavfiq kulib. Bizning sho'la chichib turgan sirtqi qavtimizni kul bisishqa boshlaganda yangi o'tin silinib tutashtirilsa bu o't o'chmaydi degan so'z. Shundoq emasmi, hojika? Bo'ldi qiling, Yusuf apandi, dedi Majiddin apandi chaqchaqqa aralashib. Bizning tarafimiz ojiz. Bular kuchli kelib qoldi. Ikki shoir bir bo'lib olsa, bizdeklarni pomlaydi-da. Bo'ldi. Buva, biz hojikam bilan o'z ishimiz ustida so'zlashib olayli. Yeli Ziyoning uyiga ketimiz. U chaqda bu ishlarni so'zlashga fursat bo'lmaydi. Qani, hojika, divan haqida qandaq o'y planlaringiz bo'lsa, aytib beqing. Do'stlarimizning barida ularni maslahatini olayli. Patroq bitirish uchun ikkimiz bo'lishib olsak bo'lmasmi? Buningda ikkimizning ishlatgan so'zlarimizda ikki xillik bo'lib qolishi mumkin. Atalg'ularni birlikka keltirish uchun cho'qim boshdan oxir bir qo'ldan o'tmay bo'lmaydi. Demak, bir odam muharrirlik qilmasa bo'lmaydi. Meningcha bo'lganda kitobni menga bering, men tarjima qilay. Futturliq ilib kelib sizga beray. Siz tahrirlang. Shundoq qilsak, ham tartiblik, ham tiz bo'ladi deb o'ylayman. Bundaq bo'lganda hamma eg'irchilik silining ustilariga tushib qolgudek-ku. Undaqmi emas. Agar shundoq bo'lgan taqdirdimi, men yosh bo'lgandikin eg'ir tarafi menga bo'lsa hech qisi yo'q. Siz peshqadam bo'lgandikin nozik tarafini ustingizga iling. Shundoq bo'lganda menda yuk eg'irligi, sizda mas'uliyat eg'irligi bo'ladi. Yanila sizning ajringiz ko'proq singan bo'ladi. Sizlar rostilla hech kimga gap bermaydiganlar jumo, dedi Shavqi kulib. Shundoq putishdikmi, hojika? Shundoq bo'ldi-da. Amdi ular konkret masalalar haqida fikrlashdi. Bu zo'r ishning pishiqroq bo'lishi uchun orada Ahmad apandining bir qitim ko'rib, oqqa ko'chirib berishi muvofiq tepildi. Shundoq qilib bu ilmiy guruhga o'z-o'zidan shakllandi. Bu vaqtdagi gaplar bir yerga borgandan keyin undaq bo'lsa, aldirish bo'lmasangiz biz bilan birga Yusuf apandining uyidagi bazmiga berib ko'ngil ichib keling. Biz u yerda ichilib yeyilmoqchi, dedi Tavfiq Shavqining quliqiga yaqin kelib qiziqchilik bilan. Nima bazma? O'ylanmoqchi bo'lvatamni ya? Bu bazma sizlardek yangi do'stlar bilan tanishganligimiz sharafiga bag'ishlanadi. Shundaqla yana bizning navbatda tutish qiladigan zo'r ilmiy amgakimizning boshlanish murosimi bo'lib qoladi. Turing, amsa ketdik. Tavfiq Sayfiddin Yusuf Ziyolar oldida mingishdi. Ikki buvay orqaroq qolganida Shavqi doktorga Tavfiq haqiqatanmi ulpachilik yaraydigan yigitkan, dedi. 11-bob. Oila uchunla yashash hayvonlar arzusidir. Bir kishi uchunla yashash paskashlikdir. O'zi uchunla yashash nomussizlikdir. Ni Ostrovskiy. Yusuf Ziyo taklif qilgan sazandlarning hammasi Qashqardagi ziyolilar bilan tanishliq bo'lgan Sanoyi Nafisa qarmaqidagi yosh va o'rta yoshlik yigitlar edi. Ularni taklif qilinmagan bo'lsa-mu, Sanoyi Nafisa mudiri
Obulqasim boshlab kelgan edi. Tavfiq Obulqasim bilan tezla tanishib oldi va uning sanoyi nafisadek madaniyat muassasasida yetakchi bo'lishining muhim ahamiyatini tilga elib, uning xizmatini maqtab qo'ydi. U havoning issiqligi, yo'l yurmak qiyinchiligini nazarda tutib, o'ltirishni tushdan keyin havo yonganiga qadar davomlashtirishni iltimos qilgan edi. O'ltirish haqiqatan ko'ngillik bo'ldi. O'yin kuliga, naqsha soz bilan birga yana ilmiy suhbat, kelgusidagi ishlar haqida qizg'in talash tortishlarmi bo'ldi. Bu ko'ngillik o'ltirishdan keyin Mamtili apandi yangi kona tunishlar bilan xo'shlashib, ketmak bo'lib o'rnidan turdi. Uzitib chiqqanlar bilan bir-birlab qo'l ilishib oxirida Shavqiga: "Ko'rishkicha omon bo'ling, ustoz. Men divonni tarjima qilishni boshlagandan keyin tarjima qilinganini har qatim kelganimda putturliq olg'ach kelaman. Qandoq?" dedi. U qo'lidagi xurum so'mkasini sal yuqori ko'tarib: "Xayr, inim, Xudo madadkor bo'lsin. Ko'rishkicha omon bo'lsizlar", dedi Shavqi hayajonlanib. Ularning muomalasi texi tunugunla tunishqandek emas edi. Tavfiq Sayfiddinni boshlab Chapan bozordan Hitka oldiga chiqdi. Shu yerdan pochta yo'llab otishga yurib ketdi. U pianinoni ilib ketishi kerak edi. Pochta ketib Sayfiddin: "Qashqar sanimi, qog'iliq sanimini gachchida o'ynab oldingiz a?" dedi gap boshlab. "Ilgirmo chalatdim. Sal boshqacharoq bir xil varianti edi. Bugunkisi yana sal boshqacharoq ekan. Obulqosim sanoyi nafisani yaxshi boshqarayotgandek qiladi. U o'zi qandaqroq odamkin, uqishib ko'rolmadik", dedi Tavfiq. Uning kayfi intayin chog' edi. Shunga u bir navra inisiga tushundirib: "Sanamlarda millatimizning xarakteri bordek qiladi. Shunglashqimi notiq elib qo'yay degan edim. Har holda notiq ilinib saqlanib qolgani ishonchliroq", dedi. Ular guzardan chiqib Hazrat yo'lda ketayotganda, ingizliqda o'tlayotgan padiga, yeshil tomdak tutash ketgan qo'noqlarga to'ymay beqib, birdilla Sayfiddinga burilib: "Mundaq maqsaq zirkib qolmiz. Men sana ketmishlarimni hikoya qilib beray, anglamsan?" deb so'radi xushxo'ylik bilan. "Jon deb anglaydim", dedi Sayfiddin. "Men sana otishdan ayrilishim va shundan keyingi ishlar haqida so'zlab beray, bo'lamdi?" dedi Tavfiq yana. "Mayli, ammasi boshlang." Tavfiq atrofidagi yizlarga, yiroqqa so'zilgan etizlarga boqqanicha qo'shumisni turib sal o'ylanib turib olib, yana shu manzaralardan ko'zini uzmasdan so'z boshladi. Davomi bor.